Qo'qonliklar bu joyni yaxshi bilishadi. CPK deb nom olgan ushbu hudud ko'p yillar davomida e'tibordan chetda qolgan. Shaharning qulay nuqtasida joylashganiga qaramay, bu yerda yashash sharoitlari yetarli bo'lmagan, zarur infratuzilma yaratilmagan, og'ir ijtimoiy holatdagi hudud sifatida tanilgan. Ammo endi bu kunlar o'tmishda qoldi. O'tgan yili prezidentimiz Qo'qonga kelganida mazkur hududdagi ma'nan eskirgan uylarni rekonstruksiya qilib, ularning o'rnida zamonaviy ko'p qavatli uylar qurish zarurligini ta'kidlagan edilar. 30-iyul kuni qo'qonliklarga yaxshi tanish bo'lgan Sabun qurilish kompaniyasi birinchilardan bo'lib haqiqiy premium klassdagi xonadonlarda eng arzon va eng qulay takliflarda barcha standartlarga javob bera oladigan 12 qavatli Qo'qonim loyihasini taqdim etdi. Shundan so'ng bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Jumaniyozovich Ramatov Qo'qon shahriga qilgan amaliy tashriflari doirasida ishlarni jadal davom ettirish va aholining tezroq sifatli uy-joy bilan ta'minlanishi bo'yicha Umidjon Nazarovga ko'rsatmalar berdilar. Kecha esa Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov shaxsan qurilish jarayoni bilan tanishish uchun tashrif buyurdilar. Jarayon va amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot oldilar. Quruvchilar, jamoatchilik va mas'ullar ishtirokida loyiha batafsil ko'rib chiqildi va qurilishga rivoj tilab duo qilindi. Shubhasiz, yangi Qo'qonim loyihasi qurilishda yangi sahifa ochadi va o'z nomini tarixga birinchilardan bo'lib tillo harflar bilan yozadi va premium klassdagi xonadonlarni eng arzon va eng qulay takliflarda xalqqa yetkazish uchun harakat qiladi. Shundan so'ng Shohruxobod hamda Sharof Rashidov ko'chalari, Amir Temur va Xo'ja Arq ko'chalari kesishmasidagi ma'nan eskirgan uylarni ham renovatsiya asosida 12, 14, 16 qavatli zamonaviy turar joy maskani qurish bo'yicha topshiriq berildi. Eng e'tiborli jihati shundaki, ushbu ulkan vazifa aynan Sabun Group zimmasiga yuklatildi. Muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, yangi O'zbekistonni birga quramiz. Endi bu ezgu ishning navbatdagi qadamlari aynan shu hududda Sabun Group bilan birgalikda amalga oshmoqda.